Abdulla degan o'rtog'im bo'lgan, rahmatli sinfdoshim. Shu haqida ikkita she'rim bor o'zi. Birin-ketin shular o'qib bermoqchi edim. Kuz bo'lsa, kuz boshlanishi bilan shu o'rtog'im esimga tushadi. Abdulla. Hikoya. Dabdurustdan tushdi shapaloq. Enasini ko'rdi Abdulla. Tergan edik masjiddan anor. Faqat uni tutib oldi mo'lla. Uvoz soldi, chirandi chunon. Kalimalar keltirdi bot. Shunday qilib oyat ichiga aralashib ketardi voydod. Bizlar esa qiyomatli do'st. Yashirindik panaga. Anor yemay o'lsin Abdulla, uvoz solib yig'lar yanada. Xullas kalom tugadi tanbeh. U aybini olib bo'lib tan. Biz mollani ura olmadik o'g'irlangan anorlar bilan. Rahmat. Siz eshitamiz keyingi Abdullani. Marhamat. Bola edik, 1-sinf. Xotirlayman barini. Alishardik so'ra tushish uchun Abdullaning kiyimlarini. Ortimizdan quvlatar edik, uyasini buzib arini. Ortda qolib saqlardik changdan Abdullaning kiyimlarini. Vaqt sudraldi ilonga o'xshab. Ko'rdik birga ondan narini. Bilmas edik qoqqanin hayot Abdullaning kiyimlarini. Yosh edi deb yoshlandi qishloq. Aza tutdi yoshu qarini. Sinfdoshlar bo'lishib oldik Abdullaning kiyimlarini.